Dünyadaki meşhur utuq qazanğan kişiler ve dağlıq şəxslərinin vaxt işletişi ve birli vaqtda nurgun şirket ve karxanalarını başqura alışı sizni hayran qaldırıb etemdi. Bu yerde zada qandaq sır var. Bizmi qandaq qilganda vaqtimizni ashundaq bereketli qila olamiz. İtaliyaning burunqi prezidenti Berlusconi, meşhur fizika alimi Nikola Tesla'ning faqat 2 soat uxlaydiganligini anglag'animizda hayron qoladigan bo'lsak, bundan 13 asr burun İmam Azam Abu Hanifa rahimahullohning o'xshashli 2 soat uxlaydiganligi. Meşhur tarixchi, mufassir, muhaddis İmam Tabarining yazıp qoldirgan kitoblarini hayotiga chachqinimizda har kuniga 50 betdan to'g'ri keldiganligini anglag'animizda hayronligimiz haqiqat darajasiga bordi. Demak, bu yerda bir o'rtaq haqiqat bor. U bo'lsa-mu, vaqtdan yaxshi va bereketli foydalanishdir. Biz bugungi suhbatimizda musha haqda paranglashayli. Aldı bilen bereket sözünü düşünüp öteyli. İmam İbn Qayyim rahimahullah bereket köpüyiş ve ösüştür degen. Doktor Muhammed Ratib Nablisi bolsa bereket Allah'ın sana vaqtın arqılıq molluk berişidir deydi. Demek bereket bizge Allah tarafından beriladigan köpeytküçü bir nimet. Ondaqda biz bu nimetke qandaq erişeleymiz? Bereketke erişishning tuvandikidek bir qancha noktalar var. Birinci, taqvodor bo'lish. Taqvodorlik faqat tunilgan badaniy va mali ibodatlar bilan hayotini o'tkazishdan taxmi kengra holda har bir fursatda Allohning roziligini ko'zlash va hayotimizning har bir parchasida isrof qilmaslikni ko'rsatadi. U Allah eng yaxshi ko'radigan, insonni dunyo oxiratda yuqori hurmatga sazovor qiladigan eng esil sifat. Biz taqvodorlar qatoridan bo'lsaqla, Allah bizning vaqtimizga emas, balki butun hayotimizga bereketlarni yog'dirdi. Alloh taolo bu haqda agar ular iymon etgan ve taqvodorlar qatoridan bo'lgan bo'lsaydi, albatta biz ularga osmon zaminning bereketlerini yog'dirib beradiq deydi. Ikkinchi, sahar turish. Agar siz vaqtingizni taxmi bereketli qilishni xohlasangiz, Alloh bereketlerini chechivatgan sahar vaqtidan unumli foydalanishni unutmasligingiz kerak. Payg'ambar alayhisalom ummatimning sahar vaqtiga bereket berildi degan. Shundaqla sahar vaqtida biz jismoniy va ruhiy jihatda eng jushqun va aktiv bo'la olamiz. Aqliy quvvatimizni kuchli bo'ladi. Shunga har ishimizni sahardan boshlashga odatlanishimiz kerak. Ham sahardagi bereket haqida xalqimiz ichida mashhur bir hikmat bor. Sahar turgan saodat, tushdi qopgan kasofat. 3. Qur'on o'qish. Qur'on o'qish haqida so'z qilganimizda nurg'un kishilar biror parimi Qur'on o'qiy olmaganligidan ko'nglining yarim ekanligini aytishdi. Amaliyotda Qur'on Karim hayotimizga haqiqiy ma'noda barakat ato qiladi. Qur'on Karimning barakatli kitob degan sifati buningga ro'shan dalil bo'la oladi. Psixologiya nuqtasidan aytgandimi, har kuni yarim soat jimjit holda Allohning so'zlariga quloq solganimizda bugungi dunyoning nurg'un besimlari yengillab ketadi. Allohning rahmat oyatlarini o'qiganda ko'ngillarimiz xursand bo'lsa, g'alba, nusrat oyatlarini o'qib kelgusiga bo'lgan umidimiz texmi aşıdı. Bugünkü zalimlarning oqibatini o'qiganda bo'lsa, kuch-quvvatga to'lamiz. Allohning bizga iymon ne'matini ato qilganligiga shukr bildiramiz va texmi jushqin holda ishga kirishalaymiz. 4. Ahmiyatsiz ishlardan yiroq turish. Bir odamning bir kun ichida eng unumli foydalana oladigan vaqti 10 soat atrofida bo'lishi mumkin. Shuncha qisqa vaqtimizni bereketli qilishning yana bir usuli bo'lsa, bihuda ahmiyatsiz ishlardan yiroq turishdir. Payg'ambar alayhisalom bu haqda bihuda ishlarni tashlay olgan kishi eng yaxshi musulmondir deydi. Ulug' g'oyalarni ko'ngliga pukkan yigitlar bosh cho'kirib ma'nili ishlarni qiladi va bu orqali diniy va millatiga tuhfa qo'shadi. 5. Shukr qilish. Shukr degan yaxshilikdan foydalanib yaxshilik qilish demakdir. Payg'ambar alayhisalom shukr amalning jinsidan bo'ladi degan. Ya'ni Alloh taolo bizga ato qilgan vaqtimizdan foydalanib yaxshi ishlarni ko'p qilish va tirishishni ko'rsatdi. Biz bu orqali vaqtimizning shukrisini ado qilgan bo'lamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda agar sizlar shukr qilsanglar, albatta ziyoda qilaman deydi. Demak, shukr qilishmi vaqtimizni bereketli qilish yo'llaridan biri. Bir yoshning vaqti bir millatning kelgusi va g'oyasini ko'rsatib berdi. Bizning vaqtimiz butun Uyg'ur musulmonlarining kelgusiga selinayotgan dasmoya. Shuning uchun yoshlar vaqtimizni to'liq qadrlayli va eng yaxshi o'tkazayli.